Uchqunaga yaxshi uyda kechalar tinch, tonglar fayzli bo'ladi. Sizlarga yaxshi uy chiqqan joyini aytaman. Yunusobod 19-kvartal Xonsaroy Novostroykasida bir xona, ikki xona qilingan ikkinchi qavat, o'zi bir 9-10 qavatli uyda Euro remont ichidagi narsalar bilan juda yaxshi fayzli xonadon chiqqan. Ichlarini ko'rsataman sizlarga. Mana kiraverishdan kavralarlar, remontlar, har qayerda remont deb boplabdi. Mana kiraverishlarni ham juda zo'r qilibdi-da. Keyin men yoqdan tushuntiraylik, mana bitta xonani ikkita zonaga bo'libdi mana. TV zona qilibdi, mana bu o'tiradigan divanlar bilan. Men yonni ham ko'rsat. Bu yog'i spalni, ichida o'zining shkaflari bor. Mana sensorlar bilan chiroqlar qilib, oyoqda balkonlari ham bor. Remont har qayerda Euro remont, zo'r ideya qanaqa bilan qilgan. Mana oshxonani ko'rsat, mana oshxona ham katta, keng bemalol stol qo'yasizlar. Shu yerda yeb ichib, chiqib televizorni ko'rasizlar, kirib uxlaysizlar. Hozirgi kunda o'zi ortiqcha narsa ham kerak emas bo'lib qoldi o'zi. Mana hammom tualetlari ham kengina mana. Hozir nima ishga odam boryapti, kelyapti, yotadi, turadi, yeydi, bo'ldi, shunaqa qo'yib qo'ygan. Xullas 32 kvadrat, ikkinchi etaj, Yunusobod 19-kvartal, aytganimdek Xonsaroy domlari, Euro remont, yangi hammasi, narxi 56.500, egalari nomeri pastda, aloqaga chiqinglar, baraka qilinglar, yashanglar tamom.